Qobil. Sirlaring ochiladigan vaqt keldi. Endi bu yog'i meni ishim. Nima? Ruxsora! Beg'zod aka. Bir kun kelib bu qilmishlarimni boshqalar ham bilib qolishini bilardim. Ammo hech ham nafsimga qarshi chiqa olmadim. Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Sen ham insonmisan? Qo'lingni ko'tar yaramas. Qonun oldida javob berasan. Men taslim bo'laman. Aybdorman, qonun oldida ham javob berishga tayyorman. Endi odil sud qaror chiqargunicha shu yerda o'tirasan. Ertaga odil sud bo'ladi. Men esa barcha ishlarimni aytaman. Barchasini. Balki o'shanda vijdonim oldida pok bo'larman.